Do'stlar, baland ehtimol bilan Rossiyada bez dokument yurgan mehnat muhojirlariga nisbatan amnistiya 10-sentyabrgacha cho'zaytirilmoqda. Hozircha bu haqida ma'lumotni Qirg'izistonning Tashqi ishlar vazirligi rasmiy ma'lumot berdi. Yaqin vaqtda Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham rasmiy ma'lumotni kutyapmiz. Sizga amnistiya tizimi qanday huquqlarni yaratmoqda? Siz Rossiyada biz dokument qolib ketgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, bu va boshqa eng ko'p beriladigan savollarni yig'ib biz alohida video qildik va bugun bu haqida batafsil gapiramiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Juda ham ko'plab murojaatlar shu prezident farmoni bo'yicha kelib tushyapti. 30-aprelgacha chet el fuqarolariga noqonuniy yurgan bo'lsa, hujjatlarini to'g'rilash uchun imkoniyat berilgan. Ushbu farmon bo'yicha kim hujjatlarini to'g'rilash kerak? Bu asosan shu Rossiya territoriyasida noqonuniy yurganlarga tegishli. Agarda siz o'zingizning hujjatlaringizda muammo bor yo'qligini bilmasangiz, hozirda 5-fevraldan boshlab reyestr kontrolируемых лиц degan tizim yo'lga qo'yilgan. Agarda bu haqida ma'lumotingiz bo'lmasa, biz alohida video olganmiz. Hozir shu yerdan silka chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin. O'zingizni reyestrda bor yo'qligingizni MVD sayti orqali o'tib tekshirishingiz mumkin. Agarda siz reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, demak, katta ehtimol sizning hujjatlaringizda muammo bor va siz ushbu holatda hujjatlaringizni to'g'rilashingiz lozim. Hop, prezident farmoni bo'yicha qanaqa idoralarga murojaat qilish kerak hujjatlarni to'g'rilash uchun? Rossiya territoriyasida hozirda quyidagi idoralar ushbu masalada qabul qilyapti. Bu birinchi hududiy ichki ishlar, migratsiya savollari bo'yicha bo'linmalari, ikkinchisi pasportniy vizaviy servis degan tashkilot va uchinchisi migratsion markazlar. Masalan, Moskva viloyati, Moskvada bu migratsion sentr Saxarova. Ushbu farmon bo'yicha hamma noqonuniy yurgan chet el fuqarolari ham hujjatlarini to'g'rilay olmaydi. Quyidagi toifadagi fuqarolar hujjatlarini to'g'rilab olisha olmaydi. Bu Rossiya territoriyasiga kirishga taqiq, zapret na въездga egalar. Ikkinchi toifadagi bu Rossiya territoriyasidan sud qarori asosida yoki ichki ishlar qarori asosida выдворение bo'lganlar, Rossiya territoriyasida yoki boshqa davlatda yopilmagan судимостьga ega fuqarolar, ikkita va undan ko'p ma'muriy shtraflarga ega bo'lgan fuqarolar. Ushbu quyidagi fuqarolar prezident farmoni bo'yicha hujjatlarini to'g'rilab olisha olmaydi va ular Rossiya territoriyasidan 30-aprelgacha chiqib ketishlari kerak. Agarda sizda shu quyidagi aytib o'tilgan holatlar bo'lmasa, siz hujjatlaringizni rasmiylashtirish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun siz migratsion markaz yoki pasportniy vizaviy servisga murojaat qilasiz va bu yerda prezident farmoni bo'yicha hujjatlarni legalizatsiya qilish uchun kelganligingizni aytib o'tasiz. Bu holatda siz qarzdorliklaringiz yo'qligi haqida deklaratsiya to'ldirasiz. Shu soliqdan qarzdorliklaringiz yoki to'lanmagan shtraflaringiz bo'lmaganligi haqida deklaratsiyani to'ldirib, keyinchalik hujjatlaringiz bilan shu patent rasmiylashtirish uchun murojaat qilasiz. Agarda sizda sertifikat bo'lmasa, rus tilini bilish haqida sertifikat olasiz. Medkomissiyadan o'tasiz, daktiloskopiya, barmoq izlarini biometriyalardan topshirasiz. Shundan keyin sizga qo'lingizga spravka beriladi. Sizdan shu patent olish uchun hujjatlar qabul qilinganligi haqida. Keyinchalik ushbu spravkani olib, o'zingiz yashab turgan hududga murojaat qilib, registratsiya qilish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Yana agarda sizda migratsion karta yo'qolgan bo'lsa, ushbu hududiy bo'linmadan siz migratsion kartani dublikatini ham olishingiz mumkin. Registratsiyani qilganingizdan keyin shu o'rtacha 10-15 kundan keyin patentingiz tayyor bo'lsa, patentingizni borib olib, keyinchalik 2 oyning ichida shu patentingiz asosida трудовой договор tuzilganligi haqida ichki ishlarning hududiy bo'linmasiga уведомление ham topshirishingiz kerak. Ko'pchilik shu migratsion markazga borsam, выдворение bo'lib ketmayman degan savol berishadi. Prezident farmoni bo'yicha agarda chet el fuqarosi shaxsan o'zi shu huquqiy holatini qonuniylashtirish maqsadida kelgan bo'lsa, unga nisbatan shu ma'muriy shtraf yozib berilish nazarda tutilgan bez выдворения. Shunday qilib, ushbu farmonga tegishli bo'lgan asosiy ma'lumotlar hozircha shundan iborat. Agarda sizda biror bir kommentariyalar yoki qo'shimchalar bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz ularni albatta ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.